Kişilik huquq kuzatish tashkiloti Xitoydagi Uyg'ur musulmonlari uchrayotgan zulmlarga doir bayonotida Turkiyaning Sharqiy Turkiston haqidagi so'zlarini amaliy harakatga aylantirish kerakligini bildirdi. Tashqi ishlar ministri Hami Aksoyning o'tgan haftadagi bayonotida aytgan 21-asrda yig'ilish lagerlarining o'tirg'i chiqishi insoniyat uchun zo'r bir nomus. Xitoyning kishilik huquqqa hurmat qilishga va yig'ilish lagerlarini taqashga chaqiramiz degan so'zlarini eslab o'tgan kishilik huquq kuzatish tashkiloti Anqara endi bayonot e'lon qilishdan bekarak qo'ldagi barliq diplomatik imkonlarni qo'llanib harakatga o'tishi lozim dedi. Eron tashqi ishlar ministri Zarif Isroiliya bilan urush xavfining intayin yuqori ekanligini aytdi. Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan xavfsizlik yig'inida so'z qilgan Zarif Isroiliya bilan urush xavfi nihoyat yuqori dedi. Saudiya Arabiston valiahd shahzodasi Muhammad bin Salman savdo, energiya, pul muomala qatorliq nurg'un sohalarga chetilgan Pokiston, Xitoy va Hindistonni o'z ichiga olgan Osiyo safariga chiqadi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi tarafidan e'lon qilingan bayonotda shahzodaning kelasi chorshanba kuni Xitoyga yetib kelganligi hamda davlat raisi Shi Jinping va muavin raisi Han Jing bilan ko'rishadiganligi bildirildi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying bu ziyoratning Xitoy-Saudiya Arabiston munosabatidagi taraqqiyotlarni namoyon qilganligi va bir balvoq bir yo'l qurilishi uchun yaqin hamkorlik munosabatini kafolatga ega qilganligini aytdi. Belorussiya prezidenti Aleksandr Lukashenko davlatining zaminni Rossiya bilan birlashtirishga tayyor ekanligini bildirdi. U juma kuni kechda Rossiya prezidenti Putin bilan bir uchrashuv olib bordi. Uchrashuvdan keyin ikki davlat raisi qisqa bir axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Har ikki taraf muhim bayonotlarni berdi. Shuning bilan bir vaqtda Lukashenko davlatining zaminni Rossiya bilan birlashtirishga tayyor ekanligini bildirdi. Myunxen xavfsizlik yig'inida islomiy so'zlarga norozilik bildirgan Sisi Turkiyani qoraladi. Misrning siyosiy o'zgarish bilan taxtga chiqqan davlat boshlig'i Sisi Myunxen xavfsizlik yig'inida qatnashdi. Yig'inda G'arbga chiroyli ko'rinishga tirishgan Sisi islomiy so'z iboratlarini isloh qilish chaqiriq qildi. U Yevropalik do'stlarini davlatlardagi masjid va jamiyalarga qarshi ehtiyotchan pozitsiyada bo'lib, bu joylarni kuzatishga chaqirdi.